Mirzo Ulug'bek tumani eski Nomoskovskiydan hozirgi Qazi bozorida uchastka sotiladi 5,5 sotuv. Mirzo Ulug'bek tumanining eng populyarni mahallalaridan bittasi, fasad razmerlari 17 metr, 5,5 sotuvli uchastkamiz. Remontlari o'rtacha holatda, odam yashab turgan uchastka, 12 ta xona, 2 ta sanuzel. Videoni Mirzo Ulug'bekdan uchastka quraman deb yaxshi niyat qilib qo'yganlarga jo'natib qo'yinglar. Kommunikatsiyalari, suv, svet, gaz, kanalizatsiya muammo yo'q. Infratuzilmalari, biznes sentrlar, maktablar, bog'chalar, masjid, korzinka, baraka market, yashash uchun kerak bo'ladigan hamma narsa bor. 600 ming so'rashyapti, kelishtirib beriladi. Aniq lokatsiyasi har doimgidek Telegram kanalimizda bo'ladi. Bizdan uzoqlashmanglar. Hech kim Yakkasaroy tumanidan bunaqa arzonga uchastka sotmasa kerak. Aniq manzil Yakkasaroy tumani Bahriddin Hiloliy mahallasi. 226 sotuv, oshxonadan tashqari 5 ta xona, 2 ta sanuzel. Bitta oila bemalol mazza qilib yashaydi. Videoni mana shu Yakkasaroydan ham bitta uchastka qilib qo'yishim kerak, lekin pulim kamroq deb yurganlarga jo'natib qo'ysanglar, bemalol sotib olishadi. Kommunikatsiyalari, suv, svet, gaz, kanalizatsiyalar muammo yo'q. Infratuzilmalari, Yakkasaroy masjidi, 2 ta maktab, 4 ta bog'cha, olma market, korzinka, havas savdo, yashash uchun hamma narsa bor. 109,500 so'rashyapti. Aniq lokatsiyasi Telegram kanalimizda bo'ladi. Shunaqa neobichniy variantlarni o'tkazib yubormaslik uchun bizning kanalga obuna bo'lib qo'yinglar. Boydot 65 mingga tayyor uchastkalar beryapti o'sha, qaranglar. Manzil Zangata tumani Tekstil Toros ko'chada. Mana shu ko'chani o'zidan 3 ta sotganmiz. 1.6 sotuvga qurilgan oshxona podvollaridan tashqari 5 ta xona. Videoni kvartirani puriga tayyor kirib yashasa bo'ladigan kotej qidirib yurganlarga jo'natib qo'yinglar. Kommunikatsiyalari, suv, svet, gazdan muammo yo'q. Infratuzilmalari, do'kon, bog'cha, maktab, kafelar yaqin masofada joylashgan. 65 ming so'rashyapti. Bunaqa kotejlarimizdan yana 2 ta bor. Aniq lokatsiyasi Telegram kanalimizda bo'ladi. Bizdan uzoqlashmasanglar, shunaqa zo'r variantlarni birinchi bo'lib ko'rib turasizlar. Bir xonali kvartirani puliga 4 sotuvli hovli. Manzil Zangata tumani Turkiston Saxovat mahalla. Saxovat mahallani ham boshi katta ko'chaga 50 metr masofada. 5 xonali korobka binosi bor. Bu yoqqa ko'chib kelib, mana bu yoq tarafda eski uylar bor. Bu yerda bemalol yashab tursanglar bo'ladi. Yashab turib, yoni 1 yilda remont qilib olsanglar, uchastkada tayyor. Sizlarga savol, faqat chin dildan javob beringlar. 1 xonali yoki 2 xonali kvartira olib qo'ygan yaxshimi yoki mana shu hovlimizni sotib olgan yaxshimi? 4 sotuvli hovli, korobka binolari ham bor, eski hovlilari ham bor. Kommunikatsiyalari, suv, svet, gazdan muammo yo'q. Infratuzilmalari, bog'cha, maktab, masjid, do'konlar, katta yo'lga 50 metr masofada joylashgan, polkliniki ham bor. 51,500 so'rashyapti. Aniq lokatsiyasi Telegram kanalimizda bo'ladi. Bizdan uzoqlashmasanglar, shunaqa zo'r variantlarni birinchi bo'lib ko'rasizlar. Hovlini qaranglar kattaligini, narxini qaranglar kichkinaligini. Mana shu 4 sotuvli hovlimizni 75,900 so'rashyapti. Manzil Zangata tumani Turkistonning boshi bu joylar Saxovat mahallasi. 4 sotuv korobka holatida elektrikalari bo'lgan, mana shpaklovkalardan chiqarib qo'yilgan, oshxonasidan tashqari 3 ta xona, sanuzel. Bu birinchi etajda, tepa seli, polni, xolasili 4 xonaga yana bo'lib olsanglar bo'ladi. Videoni kvartirani puliga 4 sotuvli hovli sotib olmoqchi bo'lib yurgan tanishinglarga jo'natib qo'yinglar. Podvollari ham bor, oshxonaning tegi seli podvol qilingan ekan. Xo'p, bu yoq tarafda mana proyektida yozgi oshxona katta tushish kerak ekan, proyektlari ham bor etgandek. Kommunikatsiyalari, suv, svet, gazdan muammo yo'q. Infratuzilmalari, do'konlar, Tarnov bozorcha, maktab, bog'cha yaqin masofada joylashgan. 75,900 ga baraka qilsanglar bo'ladi. Aniq lokatsiyasi Telegram kanalimizda bo'ladi. Telefon qilsanglar yana ozgina kelishtirib berishadi.